alaykum aziz do'stlar. Mana bugundan boshlab uzoq kutilgan Aziz Vlogs kanali YouTube'da o'z ish faoliyatini boshladi. Bu bizning birinchi video. Bu video bundan 2-3 kun avval chiqarishi mo'ljallangan edi. Lekin nima desa bo'ladi, kichik texnik nosozliklar, kamerachimizning nosozligi tufayli albatta kameramizning nosozligi tufayli qoldirilishga majbur bo'ldi. Butun suratga olingan vlog o'chirib tashlab, mana bugun 1-fevral kuni qaytadan olishga harakat qilamiz. Bugun sizlar bilan kichik bir Rossiyaning Surgut shaharchamizni, bizning sokin shaharchamizni, sokin oqshomlarini sizlarga videolar orqali ko'rsatib berishga albatta harakat qilamiz. Siz biz bilan qoling, like bosing, kommentariya yozing va albatta kanalimizga a'zo bo'ling va qalinroq kiyinishni ham unutmang, chunki ko'chada harorat juda ham sovuq. Demak, aziz o'rtoqlar, ko'chada mana shunday sovuq havoda biz qaynoq kayfiyatda vlogimizni boshladik. Mana qalin kiyinib, nima desa bo'ladi, shaharchamiz sizlarga ko'rsatish uchun tayyormiz. Siz tayyormisiz? O'g'irlamiz bo'lding ko'ylagim yoqasini, uchrashmaymizmi endi ko'changni. Do'stlar, e'tibor bering, mana bu qor, mana bu atmosfera oppoq hamma yo'q. Menimcha bu chizza bo'y emas, belimdan kelayotgan qor bo'lsa kerak. Bu bog' bizda yashayotgan uyimizda domni to'g'risidagi bog'. Ko'chasi ham aslida chiroyli vaziyatlar ko'rinib turadi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Vobshe chiroyli. Yozda ham albatta bu yerda ko'k-chumak bo'lib juda ham chiroyli bir tabiatni ko'rishingiz mumkin. Bu tabiatni ko'rish uchun odam faqatgina bu videoda bilmadim qanchalik kameramiz ham HD tasvirlar orqali tasvirga olmaydi albatta, lekin odam o'z ko'zi bilan ko'rsa nihoyatda chiroyli manzara bu yer. O'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Ведь тебе дико мне так, ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето, ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Все без тебя не так, лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Будем горем небо кроет. Mana o'rtoqlar, ko'chada havo sovuq bo'lsa ham bizda kayfiyat iliq, davom etamiz. Hozir biz svetofor yashil yonishini kutib turibmiz. Eslatib o'tamiz, Surgutga Rossiyaga kelganlar umumiy qilib aytganda qizil chiroqda mashina yo'q bo'lsa o'tib ketmaydi, jarima yoziladi. Biz ham endi o'rgandik va albatta yashil chiroq yonsa o'tamiz. Faqatgina peshoboddan o'tinglar. Keyin faqatgina peshoboddan o'tish. Mana yashil yondi, biz o'tamiz va davom etamiz. Havoda o'tgan safargi videoda o'chirib tashladim, ko'rmadim. Mashinalar rasa maqtovdim, uchib yuradi. Bunga ham ko'z tegdi, lampochka o'chdi. Endi bu uchib yurdi. Mana bu avtohalokat menimcha manada bo'ldi shekilli. Hozir mayka gapirib borsam ko'rib qoladi, lekin ko'rsatmasdan videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, o'tgan safargi videomizda muzga borgandik, muz uchgandi. Bu joyni qisqa qilib albatta joylab beraman. U paytda bolalar yo'q edi, chunki havo -28 gradus edi, hozir esa attiga -15 gradus. Shunday ekan, menimcha bolalar bor bo'lsa kerak. Shunday qilib yana bir bor muzga borib ko'ramiz. Do'stlar, mana va'da qilganimizdek muzga keldik. Albatta bu yerda yana bolalar bor ekan, ularni videoga olib kanalimizga joylashga harakat qilamiz. Eslatma o'rnida eslatib o'tmoqchiman. Bu yerdagi hamma narsalar muzdan yasalgan, faqatgina muzdan. Demak, sovuq havoda iliq kayfiyatda davom etamiz. Я помню те вечера, мы жили в хрущевке вдвоем. Тебе не надоели мои слова, моя жизнь мне теперь нипочем. Электричество все отключили, меня и тебя все забыли.
ketib ketdi-yu. Mana shular hammasi muzdan qilingan. Ha jonim, ha, vlog olyapman. Qadaysan, yaxshimisan? Didjon, meni yaxshi ko'rgan qizim yo'q. Bitta yaxshi ko'rganim onam bor, xolos. Bugun ana u muzda uchmayman, far uchganman, o'shani videosini kesib kanalga joylab qo'yaman. Chunki o'tgan safar muzlab qoldim. Demak, o'shani videosini qilib kanalga joylab qo'yaman. Demak, do'stlar, mana yana bir joyga keldik. Bu kimning haykali? Ana u kimning haykali? Bilmayman. Lekin bir kun kelib, mana bu bo'sh turgan joyda meni mana bunday qilib turgan haykalim bo'ladi desam ishonmaydi. Albatta haykal bo'lishi mumkin. Yaxshi, unday qilsa, lekin qorda qaranglar mazza-yu. Lekin bu yerda emas, menimcha O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Bu yerda esa haykalim bo'lishi juda ham bir g'alati voqea. Ay, kameraga qoratmaymi? Bu atelab qo'yadi. O'zi shunaqa bo'ldi, lekin daldala qilgan. Taras Shevchenko 1814-yilda yo tug'ilgan yoki o'lgan. Bunisini aniq bilmayman. Lekin mana bu yerga Taras Shevchenko deb yozib qo'yilgan ekan. Albatta Rossiyaning siymolariga ham biz yomon unaqa qilib tekkizmoqchi emasmiz, lekin yaxshi inson bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bitta qulog'i sal kichikroq ekan. Ketdi. Bizning shaharchamizda hali ham yangi yil kayfiyati davom etadi. Bizda hali ham yangi yil. Sizdachi? Ko'rib turganingizdek, bugun 1-fevral, yangi yilga 1 oy bo'ldi, lekin hali ham yangi yil. Albatta gapimni eshitmayotgani aniq. Demak, aziz do'stlar, qarshingizda Turgutning eng katta kinoteatrlaridan biri turibdi. Bu kinoteatrga ham albatta vaqtimiz bo'lsa, kirib sizlarga ichlarini albatta va qandaydir kino ko'rib chiqishga sizlar bilan yana va'da beramiz. Demak, o'rtoqlar, bu birinchi video, menimcha shu yetsa kerak, shu joyda tugatsak ham bo'ladi. Albatta bu birinchi video, birinchi vlogim bo'lgani uchun nima qilishni ochig'i bilmadim. Asli kommentariyada yozib qoldiringlar, qayerga boring, Kia Motors, avtomobillar ko'rsataymi yo ko'chadagi markalar yoki do'konlar, savdo markazlari, shularni yozib qoldirsanglar, biz albatta shunga yarasha borib sizlarga vlog tayyorlab ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlar bilan aziz bo'ldi. Keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan bitta narsaga kelishib o'tmoqchiman. Albatta biz yangi ochildik. Qachonki podpischkim 10 mingta bo'lsa, mana shu yerda Rossiya bayrog'i va 5 ta davlatning bayrog'i turibdi. Mana shu yerga bitta davlatning bayrog'ini olib, O'zbekiston bayrog'ini o'rnatib tushaman. Albatta 10 mingta bo'lsa, qani sizlardan podpisatsiya, mendan esa va'da, ketdik.